Hurmatli obunachilar, House Mobile'da birinchi filial tomonidan misli ko'rilmagan darajada arzon narxlar taqdim etaman. Albatta siz smartfon olmoqchisiz, siz shu narsaga e'tiborli bo'ling, ishonchli joydan oling. Uzoq yillik tajribali va katta assortimenti bor, har doim aktiv bo'layotgan magazindan olsangiz, o'zini ustida ishlaydigan insonlar albatta sizni rozi qiladi. Agarda bizda birorta muammo tug'ilsa, biz bu smartfonlarni almashtirib beramiz. Albatta sizni rozi qilamiz va eng sifatli smartfonlarni eng arzon narxda taqdim etamiz. Bugungi narxlar sizlar uchun. Qaranglar, arzon narxdan boshlab qimmat smartfonlargacha ko'rsataman. $99 8256 shunaqangi Bagati 14C modelimiz. Bir iPhone, bir Samsung, bir Honor qilib ko'rsatay. Qiziqarli bo'lsin videomiz. Oxirigacha ko'ringlar. Juda zo'r qaynoq chegirmalar bor. Oddiy misol 256 88% iPhone 13 ta narxi 420-410 bo'lyapti. iPhone 4 Red produkt rangda sovg'a uchun ayni muddao yorqin lahzalar, ideal sasda yana keramikada ishlangan $399 haqiqiy arzon narxga. Honor X8B $145 8256 Eco kojadan ishlangan variantda. iPhone 16 Pro Max 256 $1100, yangisi $1340 ga chiqib ketdi va biz taqdim etayotgan narxlar bu eng sensatsion arzon narxlar. $850-870 dan 92-95% O'zbekistonda eng arzon narxdagi ideal desert rangdagi iPhone 16 Pro Max modellarimiz. Note 20 Ultra $210 ga deyarli o'zimizga ishoning 210 dan ancha qimmat kirib kelyapti. Bu smartfonlar bugun maslaga 25 Ultrani $850 ga rasman 1 yillik kafolatga ega bo'lgan eng noyob Dubai variantini taklif etaman. 25 ta esa 610 ga qilib beraman. S20 esa $215 qilib beraman. Kompaktli modellarda bunga mos qulay holatdagisi bo'lmaydi. Bunaqa ideali bo'lmaydi. Va 256 97-98% $739 dan yangidek iPhone 15 Pro natural rangda. A34 5G oddiy, hashamatli, katta va kuchli 8 ga 256 lik juda ham moshni smartfonni atiga $220 ga qilib berishga tayyorman. Note 14 Pro ni 8 ga 256 $145 ga tasavvur etib ko'ring. $170 sotayotgan telefonimiz $145 qilib beryapman. Honor 405G bu 520 ga yaqin sotiladi. Bu 512 tali 12 operativga full yangida, chunki ekraniga zavодской plyonka solinmagan. Bu sun'iy intellekt bilan shunaqangi ishlab beradi. Sizni rasmlaringizni kerak bo'lsa jonlantirib beradi. Siz kutmagan ko'plab imkoniyatlarni o'z ichiga olgan. Bu gold rangdagi trenddagi Honor 400 modelimiz chegirma narxda $360 ga. Honor 400 Lite Honor brendida Honor X9D dan keyin turibdi kerak bo'lsa, kamera button knopkalari bor. Natural rangda, takrorlanmas uslubda, full holatda $195 ga. Bugun maslaga iPhone 15 Plusni 256 86 256 95 128 GB 90 dan yuqori qora ranglisi ham bor mana. Narxlar esa $570 dan $579 gacha boryapti. Inshaalloh narxlar bomba va o'ta noyob plus modellar sizlar uchun taqdim etilmoqda. $540 smartfonni $399 qilib beraman. Super arzon narxda. $170 ga S10 Plus va $290 ga S22 Plus. Qarang, iPhone 15 Pro ni 1 terabaytli 256 512 hamma modeli bor. 512 90%larini sizlarga chegirma narxda $765 ga, 1 terabaytli 86% $780 ga, 256 87% kamera modullaridagi kamera stiklolariga e'tibor beringlar. Koreyani o'zida qo'yilgan, O'zbekistonda hali ishlatilmagan, imeykalari ro'yxatdan o'tgan va iPhone 15 Pro ni oq rangi bu 17 Pro da effektini bera oladi. Ishoning, hozir 17 Pro ni ham oq rangi trendda, oq rang hech qachon trenddan tushmaydi xudo xolasa. Va maslaga iPhone 11 Pro ni 6485 255 qilib beraman. iPhone 15 Pro larda esa $670 dan qilib beraman xudo xolasa. Ishonchli variantda bor. 512 87%lisini $765 ga qilib beraman. 256 90% zo'r sustainada $690 evaziga. $670 ga 128 86% qora rangda. 256 89% $850 ga. Hurmatli obunachilar, tasavvur etib ko'ringlar. 256 tali o'ta ideal sustainada narxi esa $950 evaziga.
iPhone va Samsunglar ichida eng zo'r smartfonlar plus modellar bo'lib, katta bo'lmaydi, kichik bo'lmaydi, noyob bo'ladi. $420 pluslarda, $520 smartfonlarda $480 qilib beraman va 21 pluslarda esa S21 dan arzon narxda $225 qilib beraman. Bugun iPhone 14 Pro Max'larni eSIMlari o'tgan 128, 85, 86 qora va purple ranglarini $620 eng qulay narxda 100 largacha qo'shib beraman. Yana eSIMlari o'tgan iPhone 14 Pro'larni 128, 97, 85, $460, $479 dan qilib beraman. $570, $579 dan qilib beraman. $560, $579 dan. iPhone 6 Pro Max $1100 ga 256 100lisi yana bor va bu smartfonlarda qo'ldan kelgancha har birini ko'rsatib berishga harakat qildik. Hatto bizda 512 talik S25 Ultra'ni ham $920 qilib beramiz Dubai varianti. O'zi birinchi videomizda ovozimiz chiqmay qoldi. Shuning uchun ikkinchi videoda qildik. Do'konni hozir ochish kerak. Qo'ldan kelgancha obzor qildik. Bu bizning birinchi filialimiz edi. Ikkinchi filialimizda bundan ham zo'r chegirmalarda Telegram havola orqali ko'rishlaringizni so'rab qolamiz. Bizga ishonib buyurtma bering. Biz albatta har bir mijoz ustida individual ravishda qo'ldan kelguncha maksimal harakat qilib rozi qilamiz. Biz o'z ustida ishlaydigan ishonchli House Mobile magazinimiz.